O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tegishli farmoyishiga asosan joriy yilning aprel oyi davomida barcha ichki ishlar organlarida ma'naviyat oyligi davom etmoqda. Shu munosabat bilan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti 1-mintaqaviy hudud 48-son manzil muassasasida xizmat qilayotgan xodimlarning ota-onalari bilan navbatdagi yig'ilish tashkil etildi. Hozir shu haqda. Yig'ilishni 48-son manzil muassasa boshlig'i kirish so'zi bilan ochib, bugungi kunda ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka rioya etilishini mustahkamlash, ijrochilik intizomiga rioya qilinishi bo'yicha tushunchalar berib o'tdi. Muassasa boshlig'i o'z so'zida davom etib, ichki ishlar organlari xodimlariga yaratilayotgan shart-sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlarni ta'kidlab, har bir ichki ishlar organlari xodimlari temir intizomga amal qilib, zimmasiga yuklatilgan vazifalarni sidqidildan bajarib, xalqparvarlik asosida faoliyat olib borishlari lozimligini ta'kidladi. Xodimlar xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishi, faoliyat davomida tamagirlik, poraxo'rlik va boshqa shu kabi illatlardan yiroq bo'lishlari lozimligi xususida ishtirokchilarga atroflicha tushuntirishlar berib o'tildi. Xodimlarning ota-onalari tashrif buyurib, ularga 48 manzil kolonisida xizmat olib borayotgan yosh xodimlarni rag'batlantirish maqsadida tashakkurnomalar berildi. Bundan tashqari, o'sha xodimlar tomonidan afsuski ba'zi bir organ xodimlari tomonidan xizmatda adashib, korrupsiyaga yo'l qo'ygan holatlar uchrab turganligini inobatga olib, shu asosida suratga olingan videorolik yig'ilganlarga namoyish etildi. Bundan maqsad xodimlar kelgusida o'z yo'lidan adashishlarning oldini olish. Shuningdek, tadbirda o'zining xizmati davomida namunali faoliyat olib borayotgan xodimlar e'tirof etilib, ularning ota-onalariga shunday farzand voyaga yetkazgani uchun minnatdorchilik bildirilib, esdalik sovg'alari topshirildi. O'g'lim bu yil 1 yil bo'ldi, yaqinda kirganlar, bu yoqqa ishga o'qidi, mashq kasbga ko'ngil qo'ydi, shu yaxshilab mana yuribdi. Juda ham xursandman. Vazifasini yaxshi o'taganligi uchun o'g'limni taqdirlashdi. Xursandman. Hozir xursandligimdan hayajonlanim oshib ketdi. Bular bor ekan, yurtimiz tinch, Xudoga shukr. Mazkur tadbir doirasida farzandim uchun bir juft kitob shiori ostida kitob yarmarkasi ham tashkil etildi. Xodimlar o'zlari va farzandlari uchun o'zbek va jahon adabiyotining nodir asarlari, bolalar adabiyoti va turli janrlarda chop etilgan kerakli adabiyotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lishdi.